Cem. Hacem. Shuni kutib olamiz. Keyin qachon DeepSeek ma'lumot berishdi. O'zi 12-yanvarda kutamiz. Keyin hamma ma'lumotni Ctrl C bilan ko'chiramiz. Keyin Gamma degan saytni ochamiz. Keyin biz registrировать qilamiz. С помощью Google. Mana bu o'zi bir-ikkitani o'qidim. Keyin bosamiz. Mana shu вставить текст bosasiz. Keyin Ctrl V ni bosasiz. Keyin prezentatsiya eng birinchisini tanlaysiz. Birinchisini tanlaysizlar. Keyin bosasizlar. Kutasizlar. Keyin boshqa o'zbek tilini tanlaysiz. Biz o'zbek tilini topamiz. Mana o'zbek tili. Keyin sgenerировать yana bosasizlar. Kutasizlar. Hamma narsa o'z qo'lida. Ne rasm aka? Chizgan qara. Kutasizlar mana keyin qo'ygan. Xo'sh. Mana Amir Temur buyruq sarkarda shuni chiqadi. Keyin keyin sizlar buni bosasizlar. Boshi bunday qildirib. Mana bosasizlar. Buni qilasizlar. Yoki xohlasanglar bunday. Biz prezentatsiya qilamiz, shuning uchun buni bosamiz. Keyin kutasizlar. Bo'ldi, endi tayyor bo'ldi. Chiqasizlar. Keyin bunday qilib, shu bilsanglar kerak. Bunday qilib Microsoft PowerPoint ochasizlar. Ochdinglar. Fayl bosasizlar. Открыть. Keyin mana turibdi. Mana o'zinglar hozirgina qilganlaring. Hozir. Открыть. Mana Amir Temur imperator va o'yinlarni o'zinglarni qo'yganlaring.
Mana tayyor. Men hozir boshqasini qo'ydim. Men oldin qilib qo'ydim, hozir o'zim yangisini qo'yib qo'yaman. Mana bu o'sha. Mana hozir ko'rsataman yana bitta. Mana главное kirdinglar, открыть этот компьютер. Загрузки. Mana baquvs turadi. Bitta bosasizlar hozir mana chiqdi. Tayyor. Hali bittasini anaqa qiling. Sizlar hammasini anaqa qilasizlar-da, keyin hammasini qilasizlar-da. Qo'yasizlar. Bo'ldi, tugadi.